Assalomu alaykum. Haftaning eng so'nggi yangiliklari bilan My News informatsion dasturi. Studiyada men Dilshod Sirojiddin hamda Elnura Norqulova. Assalomu alaykum. Muhammad Yusuf nomidagi ijod maktabida viloyatdagi umumiy o'rta ta'lim maktablarida faoliyat yuritayotgan rus tili fan o'qituvchilari ishtirokida seminar trening tashkil etildi. Muhammad Yusuf nomidagi ijod maktabining ma'naviy va ma'rifiy ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Durdona Abdukarim Hajjayeva 15-aprel kuni Madaniyat xodimlari kuni munosabati bilan bo'lib o'tgan tadbirda Madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Respublikamiz bo'ylab O'zbekiston kitobxonlari yurti shiori ostida boshlangan viloyat respublika kitobxonlik haftaligi Andijon viloyati axborot kutubxona markazida ham ko'p sonli kitobxonlarimiz tomonidan bayramona tarzda ochib berildi. Bu yerda tashkil etilgan kitob yarmarkasi hamda turli kitoblar taqdimotida Muhammad Yusuf nomidagi ijod maktabi o'quvchilari ham ishtirok etdilar. Maktabimizning nemis tili o'qituvchilari Tursunoy Ismoilova hamda Madina Ibragimovalar malaka test sinovida 90 ballni qo'lga kiritib, oliy malaka toifalarini yangiladilar. O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusuf tavalludining 71 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan ochiq darsni zamonaviy loyihaga asoslangan ta'lim texnologiyalari asosida ona tili va adabiyot fan o'qituvchisi Nazokatxon Qurbonova olib bordi. Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tomonidan ijod maktablarida o'quvchi almashinish loyihasi doirasida Muhammad Yusuf ijod maktabi hamda Ogahiy nomidagi ijod maktabi o'quvchilari o'rtasida zakovat intellektual o'yini o'tkazildi. Ogahiy nomidagi ijod maktabi o'quvchilari bilan almashinuv dasturi davomida o'quvchilar Bobur shahriga ham sayohat qildilar. Shu bilan birga o'quvchilar O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi viloyat bo'limi bilan hamkorlikda Bobur shahridagi Yangi O'zbekiston bog'idagi mushoirada ham ishtirok etdilar. Bizda ob-havo ma'lumotlari. Ob-havo ma'lumotlari. Bugun 31 daraja ochiq havo, 27-aprel kuni 33 daraja ochiq havo, 28-aprel kuni 35 daraja bulutli, 29-aprel kuni 35 daraja bulutli, 30-aprel kuni 30 daraja bulutli, 1-may kuni 30 daraja bulutli, 2-may kuni 31 daraja ochiq havo, 3-may kuni 31 daraja ochiq havo bo'lishi kuzatilyapti. Har bir kuningiz maroqli va mazmunli o'tsin. Endigi navbat qiziqarli ma'lumotlarga. Dunyoda chapaqaylar butun aholining atiga 7% tashkil qiladi. Dunyo bo'yicha eng katta marvaridning vazni 6 kilogrammga teng. Har kuni 60 kishi milliarderga aylanadi. Limonda qulupnaydan ko'ra ko'proq shakar miqdori mavjud. Yupiterda muntazam ravishda olmosli yomg'ir yog'ib turadi. Bizda hozircha shular. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.